binolari orqa tomonida Amsterdam arenamiz Ajax futbol jamoasining hozir yaqinlashganda yana obzor qilishga harakat qilaman. Agar imkoni tug'ilsa ichkariga kirishga so'rab ko'raman. Agar o'xshasa yaxshi bo'lardi. Mana yoshlar beribdi sayr. To, что bizda mashina olib chiqib bularda mana shu narsa yaxshi ekanki, kostyum kiyib ishga boradiganlar ham velikda yurishadi. Qariyalar ham, umuman maktab yoshidagilar hammasi ham deyarli 80-90% velosipedda harakatlanishadi. Mana binolar. Mana shu binolar orqa taraf Amsterdam arena ko'rsatishyapti, adashmasam. Tarafda metrolar ham bor ekan. Metro yo'li. Bo'ldi. Metro yo'li yo tepasidan yoki pastidan o'tgan arenani. Lokatsiyani shundoq tasavvur qilib yurdi. Yo'l tasavvur yoki metroniki yoki avtomobil yo'li bo'lishi mumkin. Xullas shunaqa do'stlar, bugungi vaqtimizdan foydalanib dam olishimizdan foydalanamiz. Gollandiyaning Amsterdam shahridamiz va Ajax arenaga kelyapmiz. Xudo xohlasa hozir u tarafdan ham obzor qilishga harakat qilaman. Agar nasib qilsa ichkariga kirishga.